Assalomu alaykum aka-ukalar. Gaylar haqida ko'pchilik minus yomon tomonlarni gapiradi, videolarni ko'rsatadi. Hozir men ham sizlarga bitta narsa ko'rsataman, ko'ringlar-da. Mana ko'rib turibsizlar, yarim kecha bo'lishiga qaramasdan mana yo'lga palasa chizib ketishyapti. Barcha Ulug'nor tuman xodimlari saprojat qilib, qoyil yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilinyapti albatta bu ishlar. Chunki mana palasalarimiz ancha o'chib qolgan edi. Yangilab qo'yishyapti. Aka-ukalar, yo'lda yurganda bu palasani ezmaysizlar, faqat tez quriydi, xudo xolasa. Xullas, mehnatlariga shunchaki like bosib, izoh yozib, mana shu videoni liboyiga tashlab qo'yinglar. Rahmat, mana shunchalik kechasi bo'lsa ham palasa chizishyapti. Sariq suvda ham yo'lini asfalt qilib qo'yishibdi. Ko'rdim, zo'r chiqibdi.